insonni oliy maqsadi nima? O'zini topish birinchi. Eng katta missiyasi o'zini topish. O'zingizni topasiz, sizdan baxtli odam bo'lmaydi. Inson o'zini topolmagani uchun ham 50-60 dan keyin depressiyaga tushadi. Bilasizmi, ko'p odamlar. Hozir mana psixologiyadan dars beraman-ku, menda o'tirgan ayollar hammasi 50-60 dan oshgan. 50-60 dagi ayollar ko'p-da. Nima uchun? Ular 50 gacha borguncha hali hayot oldinda deb yashaymiz-da. Biz mana bittasi o'zim shu edimda. Ya'ni hayot oldinda, hali oldinda-ku deb yuraverdim-da. Ya'ni biz yashamadik-da, yashashga tayyorlandik 50 yil. 50 yil yashashga tayyorlanib yurdim-da men. Xudo xolasa hali zo'r bo'ladi. Xudo xolasa hali zo'r bo'ladi deb. Bunda qarasam o'sha 50 dan oshib ketman-da, zo'r bo'lmayapti lekin. Zo'r bo'lmayapti-da. Keyin odam sekin 50 dan keyin depressiyaga tushadi. 50 dan oshib ketdi. Biz xohlagan hayot bo'lmayapti. Qarasang o'sha bitta monotonniy hayot. Tug'ilasan, bog'chaga borasan, maktabga borasan, 10 yil maktabda o'qiysan, uni bitirgandan keyin erga tegasan, uylanasan, bo'ldi, erga tegding, bo'ldi, o'lding. U yoqqa o'sha bismillah deysanda turmush deb bekor qo'yib qo'ymaganda buni. Turmush deb niye qo'ygan? Turmush shu xotir berishing kerak qarich hayotda. Mana qaynona bilan kurashasan, er bilan kurashasan, shuni hammasiga qaynisingli bo'ladi, bu yoqda ovsin chiqadi. Shuni hammasiga turib berishing kerak-da. Yomon qiyin lekin bizlar O'zbekistonda kelin bo'lish. Men o'zim boshimdan o'tganda bilaman qizlar. Qancha asablar ketadi lekin. Sabr. Hozirgi yoshlarga sabr. Keyin shundan keyin tug'asan, bitta umiding bolalardan bo'ladi. Xudo xolasa bolalarim katta bo'lsa keyin ozgina yoning yana qiladi. Onam bilan urushmang. Nima onamga qo'l ko'tarmas? Onamga gap qaytarmang deb turib sekin bolalarimiz katta bo'lgandan keyin bizani zashat qilish boshlaydi. O'sha qaynonamizga ozgina sekin qizimiz turib beradi, xo'jayinimizga bolamiz turib beradi. Xudoga shukr deysizda, umiding hammasi bolada bo'ladi-da. Ana bolalarim katta bo'lib qoldi. O'sha oldingidek o'sha anaqa qilmaydi xo'jayinim. Bolalarimni ozgina tortinadi. Qaynonam ham hozir ko'pchilik urushmaydi. Qizim dikillab turib, buvasini og'zini yopib qo'yadi deb ozgina sekin orqaga chekinamiz. Bitta stupenka orqaga chekinamiz. To'g'rimi? Undan keyin ularga umidlanib o'tiramiz, lekin ular bizani yostig'imiz emas-ku. Uni uylantiramiz, buni turmushga berib yuboramiz, yana yolg'iz qolib ketamiz. Keyin sekin yana qo'rqasan. Hammasi ketdi. O'tirasan keyin, endi kim meni baxtli qiladi deb. To'g'ri, bolalarimiz baxtli bo'lsa, ketsin hammasi o'zi bilan o'zi. Lekin biz shundan keyin o'zimizni qidirishga tushamiz-da. Men kimman? Men nima qilishim kerak bu dunyoda? Meniki baxtli qiladi. Shaxsan menda shunaqa bo'ldi-ku qizlar. Men o'ylardimki, shu turmushga chiqsam meni erim baxtli qiladi. Endi shunaqa qonun shunaqa bo'lish kerak-ku. Qarasam, u meni baxtli qiladi. Keyin bolalarimdan umid qildim. Bolalarim katta bo'ldi, hamma o'zi bilan o'zi bo'lib ketdi. Bolalarim yaxshi, tarbiya zo'r berganman. Lekin ularning o'zining hayoti bor. Men bolalarimni qo'yib yuborishni o'rgandim. Shu psixologiyaga kelib, eng katta yutug'im men bolalarimni qo'yib yuborishni o'rgandim. Mazza ekan qizlar. Allohga topshirib qo'ygan pashsha zo'r ekan.